Alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz sizlar bilan avvalgi yillardagi ommalashtirish sertifikatini qanday qilib yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Bilamizki, 2024-2025-yilda ommalashtirish.uz platformasi bor edi. Hozir ommalashtirish avloniy.uz platformasiga o'zgargan. Demak, biz ommalashtirish.uz sayti ishlamaganligi va u yerdagi profillar yo'qligi sababli sertifikatni yuklab ola olmayotgan edi o'qituvchilar. Endi esa yuklab olish imkoniyati mavjud. Qanday qilib yuklab olamiz? Birinchi, hozirgi amaldagi ommalashtirish avloniy.uz saytiga kirib olamiz. Saytiga kirib olganimizdan so'ng kirish tugmachasini bosib, bu yerda OneID orqali kirib olamiz. Jishir orqali, ro'yxatdan o'tish orqali kirishni tavsiya qilmayman. Shu sababli bu yerdan OneID orqali doimiy kirishni tavsiya qilaman. Chunki bu yerdan Jishir orqali kirishda cheklovlar o'rnatildi. Hozir OneID orqali kirish to'liq ochiq. Bu yerda OneID orqali kirishni tugmachasini bosamiz va bu yerga OneID login parolimizni kiritib olamiz. Agarda OneID login parolimiz yodimizdan ko'tarilgan bo'lsa, bu yerga Jishirni yozib, telefon raqamimizni o'zimizni mana shu Jishirga olingan telefon raqamini kiritadigan bo'lsak, esimiz kod keladi va login parolimizni tiklab olishimiz mumkin. Kirish tugmachasini bosib kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng bu yerga mana profilga kirib oldik. Profilga kirganimizdan so'ng bu yerda bizni arizalarimiz hozircha mavjud emas deb ko'rinib turadi. Agarda 2025-2026-yilda ommalashtirishga ariza yuborgan bo'lsangiz, bu yerga ko'rinib turadi. Bu yerdan sertifikatni tekshirish tugmachasini bosish orqali biz sertifikatni bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 2024-2025-yillarda sertifikat olingan. Mana tuman miqyosida va sertifikatni ko'rish tugmachasini bosish orqali sertifikatimizni yuklab olishimiz mumkin. Demak, yana bir narsa, ommalashtirishni qanday yozish kerak, qanday qilib platformaga yuklash kerak, plagiat tekshiruvdan qanday o'tkazish kerak, bu haqida YouTube kanalimga kirish orqali bu yerdan ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling. Pedagoglar uchun professional xizmatlar, ustama hujjatlari tayyorlash, metodik ishlar va ommalashtirish, pedagogik kengash bayonnomalari. Bizga hoziroq bog'laning.